Greenleaf korporatsiyasining Germanskiy Nilish brendi ostida ishlab chiqarilgan jasmin ko'k choylarini obzorini qilib ko'rsatmoqchiman. Ushbu ko'k choylarimizning asosiy xususiyatlaridan biri qon bosimini normallashtiradi va oshqozon ichaklardagi har xil keraksiz toksinlar, shlaklar va yog'larni chiqarib tashlagani hisobiga qisman ozdirish xususiyatiga ham ega. Bundan tashqari asabni ham tinchlantiradi. Hozir ko'rib turgan bo'lsangiz agar videoda bir nechta narsa tayyorlab qo'yganman. Bularni nima uchun kerak deyotgan bo'lishingiz mumkin. Hozir mana shu jasmin choyini organizmni qanchalik darajada tozalashini mana shu Rolton orqali ko'rsatib bermoqchiman. Aynan Rolton emas, vermishel lapshasi. Buning uchun bizga aptechniy yod kerak bo'ladi. Mana shu yodni mana shu vermishel lapshaga to'mizaman. Voy, ko'payib ketdi. Mayli, ko'payib ketgan bo'lsa ham mana shuni qisman bo'lsa ham tozalab berish kerak. O'zi 2 tomish tomizish kerak edi, birdaniga ko'p bo'lib ketdi. Demak, tasavvur qiling, mana shu vermisheldagi qora yod sizni organizmingizni ichaklarda to'plangan toksinlar, shlaklar bo'ladigan bo'lsa, mana shu jasmin choyimiz mana shu toksin shlaklarni chiqarib beradi. Lekin hozir oddiy suvga soldim, oddiy qaynoq suvga soldim, mana qanchalik chayqatmay bu yod ketmaydi, ya'ni organizmdagi toksinlar ketmaydi. Endi jasmin choyiga solib chayqataman. Yodi ko'payib ketganligi hisobiga to'liq tozalanmaydi, lekin shunda ham tozalab beradi. Demak, jasmin choyimizni ichganingizdan keyin birinchidan ovqat hazm qilishi normallashadi. Undan keyin oshqozon ichaklardagi o'sha keraksiz ortiqcha toksinlar, shlaklar va yog'lar chiqarib tashalganligi hisobiga organizm tozalanadi va yeb ichayotgan barcha mahsulotlaringiz to'liq organizmingizga singadi. Qolaversa, figura ham chotki bo'ladi. Yana asab ham tinchlanadi va eng muhimi qon bosimi normallashadi. Mana tozalanganini ko'rdingiz. Agar yodni kamroq tomizganimda oppoq bo'lardi Rolton. Ishonmasangiz o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Barchaga tavsiya qilaman.